Assalomu alaykum qadrdon obunachilar, barcha-barchalaringizga xayrli kun tilab qolamiz qadrdonlar. Bugun Allohning bergan bir ajoyib bir kuni 17-aprel 2026-yil qadrdonlar. Xudo xohlasa bir chiroyli yangilik o'zi oldin ham ishlab faoliyat yuritib turgan o'zimizni yangarikimiz Ko'riktomdagi o'z mashinangni o'zing yuv deydi. Sammoy yana cihazlarını, texnikalarini yangiladi, shart-sharoitlarni, qulayliklarni yaxshiladi. Shu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tacakman qadrdonlar sizlarga. Avvalo manzilni eslataman bilmaganlar uchun. Qadrdonlar, bon tarafimiz Xudo xohlasa Yangarik tuman markazidan gelish bo'ladi. Shu gelishingizda o'ng tomonda bo'ladi qadrdonlar. Oldingi bonini aldi, ko'na bonini aldi. Bon tarafimiz Bog'ot tomonidan gelish. Ko'riktom darvozadan o'tasizlar. Oldingi marjana hozir Osiyo bo'lib ishlab turibdina. Görüp turganingizdek Ko'riktom darvozani yanında desak ham bo'ladi. Ko'pchilik juda yaxshi biladi. Ishlab turadi bu yer. Lekin teylarini qarang, oyoq teylari sal loy bo'lib, ozgina bir noqulayliklar tug'diradi insonlarimiz uchun. O'zimiz ham ko'p foydalanamiz bu mo'ykadan. Bir tashabbuskor insonlarimiz tomonidan barpo qilingan zo'r, yaxshi yildan-yilga sharoitlarini yaxshilab boyatirlayna ko'rib turganingizdek ikkisini ham yani şunun görünüşe keldiler chiroyli, hech qanday loy oldingidan oyoqni bulaştırmaydı, mashinangizga sichiramaydi, ish qilib zo'r yangiliklarni qildilar. Undan tashqari ham apparatlarini, ya'ni suv tozalaydigan filtrlari bo'lsin, boshqa hamma jihozlarini yangiladilar va zo'r tozalangan suvina hamma qulayliklarni, sharoitlarini yaxshilab Xudo xohlasa boshqatdan yana ish faoliyatini boshladi. Qadrdonlar, aytishadi-ku, bir ishbilarmon bizneslarimizni oldindan avvaldan bir aytadigan gaplari bor. Haqiqatan rasxod qilmayincha daromad bo'lmaydi deydi. Xalq uchun, el uchun manfaatli bo'ladigan ishlarni qilib turibdilar. Tashabbuskor insonlarimiz Alloh ziyoda qilsin. Gap bo'lishi mumkin emas, chunki oldinlari bu narsalarni biza chet elda ko'rganmiz, Rossiyada haqiqatan birinchi marta yosh paytlarimiz. Hozirgi kunda Xudo behisob shu chekka hududlarda ham, qishloqlarda ham yana ko'rib turganingizdek, odimda bir shuning imkoniyat, shart-sharoitlar bor. Qadrdonlar, bir like bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmanglar. Bemalol Shahzodbek ukamizning mo'ykasini kelaverasizlar. Qadrdonlar, yana bir e'tibora like jihati bormi? Yana distir suv. Qadrdonlar, endi kim ana kutib qo'yilgan, har kimning vijdonini, insofini havola qilib qo'yilgan qadrdonlar. Toza suv postoyanniy bo'ladi. Kraning asosi shuning keladi. Bu hech kim qarab ham o'tirmaydi, chason bo'ldi deb ham o'tirmaydi. Har kimning o'zini vijdoniga havola. Shu yashga tashab pulini bemalol suvni olib ketaveradi. Puli yo'q odamlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib ketishlari ham mumkin bo'ladi qadrdonlar. Shuning bilan bir yaxshi xayrli ishni qilib qo'yganlar qadrdonlar. Like bosing, izohlarda fikr yozib qoldiringlar. Salomat bo'ling.